520 lik joyimizda kuxna mebelasi berganmiz. Buni narxi $700 bo'lgan. Buni Amazonda sizlar bilan ko'rib chiqamiz. Birinchi masalamiz, xo'p, bu yo'q kelsangiz, shitlarni yopib berganmiz. Bu qismini ochganimizda bittadan polka tushyapti. Tegi qismiga отдельно e'tibor berib qo'yasiz. Akkuratlik qilib teglarni ochib qo'yganmiz. Dostuplariga birinchi masalasi gazlarni ko'tarib, akkuratlik qilib berilgan. Yuqori qismida vitishkalari qo'yib berilgan hammasi. Hop, tortma mexanizmiga отдельно e'tibor berasiz. Uzoqroq olsangiz yaxshiroq ko'rinadi. Yumshoq ishlaydi. Hop. Bu yoq qismimizda kesu polka qilib berganmiz. Yuqori qismini ham mana отдельно polka qilingan. 3 ta eshigimiz bir xilda tushgan. Bu qismimizga kirmoshni joylash uchun dostup tashab ketganmiz. Moykamiz silikonlab suv o'tkazdirmagan qilganmiz. Hop, tegi qismini ham ko'rsatib o'rsangiz, orqasiga hashteflar qo'yib ochib berganmiz. Hop, yuqori qismiga kesu buni suv shulkamiz turibdi. Xohlasa qo'yib beramiz. Suv shulka kerak bo'lmasa, agarda qo'ymashimiz mumkin.